Lorenzo. Okalar mana bugun Lorenzoni syomka qilgani keldik. Rishtikam qo'ralariga. Qo'chqorimizni hozir xudo xolasa syomka qilib ko'rsatamiz hozirgi holatini. Keyin qo'zilarni ham ko'rsatamiz. Qo'zilariga ham ishqoz bo'lgan odamlar ko'p. Qanaqa qo'zilar berayotganini ko'rsatamiz okalar. Xudo xolasa bu qo'chqorni 20-aprelga tayyorgarlik qilyapti Bistrikaga. 4 ishda necha kilo chiqdi? 179 kilomidi? Andijonda 179 kilo bilan birinchi o'rinni olgan. Oxirgi marta tortilganda 200 necha kilo bo'ladi? 200 chiqdi oxirgi. 200 kilo chiqqan. 4 ishda, to'liq 4 ishda 200 kilo chiqqan oxirgi marta. Xudo xolasa. Hozir mana qo'chqorimiz уже 6 ishga buzishni boshladi. 20-aprelda 6 ish yo'nalishida o'ynaydi. Ungacha sizlarga hozirgi holatini va undan tushgan qo'zilarni videosini ko'rsatib ketamiz. Xo'p, mana akalar sizlarga Lorenzoni hozirgi holati. Mana shu akamiz o'zlari boqonlar qo'chqorni. Shu holatiga boqib, mehr berib, shu holatiga keltirib qo'yganlar. Bu qo'chqor olib chiqquncha hansirab qoladi. Dirjataga har doimgidek masajda, masaj xizmatidalar. Kallani qaranglar jonivorni. Mashalloh. Qo'chqorni tarozga qo'yganmiz. Besini ko'rsatganmiz. Kimga qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tishsa, to'liq videosini ko'rasizlar. Instagramda sig'maydi, video katta bo'lib ketdi. Jonivor. Qo'chqor 6 tish bo'ldi aka hozir. Ha, bo'ldi. 6 o'tdi. O'tdi, to'ldirmadi. Xo'p, ma'lumot uchun aytib ketamiz. Bu qo'chqor Guinness rekord kitoblariga kirgizilgan Million degan qo'chqorni nevarasi bo'ladi. Millionni bolasi Lopes. Bu qo'chqor Lopesning bolasi. Klichkasi Lorenzo. Chempion qo'chqor bu. Birinchi o'rindan olib kelayotgan qo'chqor. 4 yo'nalishida Andijonda 179 kilo vес bilan birinchi o'rinni olgan. Xo'p, hozirda qo'chqor 6 tishga buzdi. Lekin vesi mo'shni. Vesini o'sha har doimgidek to'liq videoda ko'rsatib bo'ladi. Okay? Hozir mendan so'rayotganlar juda ko'p-da. Mana shu qo'chqorni mabodo bolasi yoki o'zini sotish niyat bo'lsa, aytib o'tib ketaylik. Qo'zilari bormi sotuvda? Bor, bolalar sotiladi. Sotiladigan qo'zilari bor. Ularni ham videoda ko'rsatib ketamiz bo'lmasa. Qo'chqor o'zichi sotiladimi, sotilmaydimi? O'zi sotilmaydi. Qo'chqor o'zi sotilmaydimi? Pulchi sotasa. Xudo xolasa. Hozircha Nech pul narxlashdi aka? Shu qo'chqor shu paytgacha. Mana O'zbekiston sharoitida nech pulgacha narx qilishgan? Biz o'zimiz bilamiz kim nech pul qilganini, lekin xalq uchun aytib ketamiz. Qilishda endi bilmay qo'yaversa, ha, kim qilgan? Qilishda. Kim qilganini summasini aytmaysizmi? Yo'q, shartini. Bo'ldi. Summalar berishdi, yo'q, sotmaymiz. Seriozli summalar berilgan qo'chqorga. Anaqalar seleksiya deydi. Seleksiya qilyaptilar mana. Bolalari bor, sotiladigan. Lekin jonivor sotamiz. Yo'g'onligi 5. Mengacha bu qo'chqoringiz aka. Mash kalla bilan peridosi yomon ham yo'q jonivor. Turishini qaranglar. Mashalloh. Sizdagilarga qattiq mehr beryapsiz bor qo'chqorga. Egasini taniyapti-da. Ana aytadi-yu. Tuqqan emas, boqqan ona bo'ladi deydi. Ona bo'ladi deganda. Shunga o'xshab. Jonivor. Yaraq olamiz, tishtigan mozlar chiqardi. Beslari 85,5 kilo tariq boring yoki? Hozir Lorenzoni olib chiqib tortamiz. Bo'ldi, tushing. Minus. Davay aka olib chiqing. Sekin. Voy. Teridon qaraydi, mashalloh. Nima o'zgarmabdi esa? Xos qaraymiz. Hozir vesini ko'rsatamiz akalar. Xo'p. Qo'chqorni vesi mana sizlarga. Tara minus bo'lgan 203,5 kilo. Ko'rib bitta baho beringlar. Belli qaranglar, belli. Mashalloh. Hozir beramiz. Davomli syomkasini qilamiz.
Qarang tushiringchi, tarani ham ko'rsatib qo'yamiz. Ishonmayotgan akalarga bu. Hop, mana. Minus 85,5 kilo tara. Aka necha oylik qo'zi? Bir oy 18 kunlik shunaqa. Bir oy 18 kunlik qo'zi. Egizdan tushgan. Qo'chqorcha. Kallani qaranglar. Larensoni hamma bilsa kerak. Qora qo'chqori. Ana shu bilan tepasida turib masaj qiladigan aka mana shu ular. Kastaklari ham o'shni ekan. Yana perdona. Oldilarmi? 1,5 oylik qo'ziga.